Ur to'qmoq. Burunqi zamonda bir bovay bilan bir mo'may 3-4 yetim nevrisini beqib bir daryoning bo'yida yashaydi ekan. Ularning faqat bir tupla qog'i jigdisi bor ekan. Ular to'liroq shu jigdiga taynib kun kechirdi ekan. Ammo bu jigdiga qog'ilar o'ginib olibdi. Biri ketsa, biri kelib jigdiga zodil orom bermabdi. Bovay jigdini qog'ilardan saqlashning amalini izlabdi. O'yla, oxiri bir chora tepibdi. Bir bachkini o'ltirib, qinini o'zining putlariga, kendikiga, beshiga suvabdi-da, jigdining ostiga kelib, o'lib qolgandek yetyapti. Bir chaqlardan keyin bir qog'a jigdiga qo'nib, kepak bosgan konini so'zib qaqildabdi. Bovayning yuziga bir necha tal jigdini cho'qilab tushirib sinabdi. Qarasa jimjit. Hey, bu bir top o'xshaydi. Deb pastga tushibdi. Asta olchanglab kelib, bovayning qo'rsqi ustiga chiqib, kendikidagi qetib qolgan qonlarni cho'qib yebdi. Og'zini tomishitib shundoq qarasa, rostla Xudo bergan bir o'lja. Qog'a, Avval o'likning ko'zini cho'qib yey. deb bir seklapla bovayning ichilib qolgan og'ziga qo'nibdi. Nada tursin ko'zini cho'qish, qog'a o'z ko'yida qopdi. Qarsa, barmoqlari bovayning og'ziga qisilib qopdi. Qog'a darrov bir hili o'ylab, Muborak bo'lsin tirilib qolganlarga bovay. debdi. Bovay deb og'zini shundoq ichishiga qochmoqchi bo'lgan qog'a endi o'zini bovayning changilida ko'ribdi. Oxiri qog'a, Bosh ko'zlarining sadig'isi bo'lay. Meni qo'yib bazlar. Qaq. deb yalvaribdi. Toz qoldim, ko'zimni sana sadiqa qilg'ili. Endi seni qo'yib berish degan nadiki gapkan, deb unimabdi bovay. Men sizlarni tugamas dunyoga yetkazib qo'yay. Meni qo'ymasizlar. deb yana yalvaribdi qog'a. Men chiroyli so'zlarga oldinib, qirg'anda mushu kunga qolgan. Endi umrimning oxirida sana oldinib nega boray? debdi bovay. Men qog'larning eng qirisi. Yeshim mingdan oshdi. Oxirgi umrimda va'damga shundoq bir vafo qilib o'tayki, odam bolasi meni bilib qolsin. deb tuksiz inaklarini bovayning o'tundek barmoqlariga surkab yig'labdi qog'a. Qerining qayoshi degandek bovayning ko'ngli erib, xayr, buni mo bir ko'rib baqay, deb qog'ini qo'yib beribdi. Qog'a intayin xush bo'lib ta'zim qilib, qani, mening orqamga kirib mansizlar, debdi. Qog'a birdam u daraxtga, birdam bu daraxtga qo'nib, oxir bir jangalning o'ttirsidagi ajoyib yo'g'on bir qeri to'g'roqqa kelib qo'nibdi. Bovay hossisi bilan do'ng'oqlab kelib, atrofga shunda qarasa, mol chorva degan mig'ildab yaylagan. Qo'ylarning ustida to'rg'aylar uvlagan. Suluq, o'tliq, shundoq chiroyli bir jangal. Qog'a to'g'roqning tubidagi kamarning yiniga tushib, xo'sh, qani, iltifot qilsizlar, deb bovayni uyiga taklif qilibdi. Bovay, "Ey, men bu kamarga qandoq botaman?" debdi. Qadamlarini qo'ysizlar, ondan bir gap bo'la, deb qo'l bog'lab turibdi qog'a. Bovay xayr deb shunda qadam tashlaganda bilibdi, qolganini bilmabdi. Bovayning ko'zlari olachakman bo'lib, quloqlariga xilma-xil yaqinliq ovozlar anglanibdi. Oldiga o'nchilar chechilib, quluplar jaranglab, cho'ng eshiklar ichilibdi. Bovay qarasa, bir bo'stonliqdagi supiga kelib qopdi. Qog'a bovayni supiga taklif qilib,
o'zi supining chetidagi rang-murang gullar chirmishib ketgan bir o'rindiq ustiga qo'nib, "Men qag'larning xizri, peshonimiz shundoqkan. Sizlarga yo'liqib qoldim. Xayr, va'daga vafo. Qaq!" debdikan supining oldida bir qora eshak paydo bo'ldi. Qaga, Bu eshak sizlarga vafoliq sovg'asi. Eshakka minganda o'zlarini bir yo'l ustida ko'rila. Shu yo'l bilan mengib, kech qolsizmi, hech kimnigida qo'nmay uylariga borsizlar. Agar dunyo lozim bo'lsa, mushu eshakni bir ko'pining ustiga chiqarib, "Sanqang eshigim, sanqang, oltin ko'mish sanqang" desalar, eshak sizlarga oltin ko'mish sanqab beradi. Lekin bu sirni hech kimga aytmaslar. Qaq! debdi. Bovay xo'p deb eshakka shundoq minishiga rost degandek o'zini yo'l ustida ko'ribdi. Manga kech bo'lganda bir tugman uchrabdi. Tugmanchi chiqib, "Voy, unda qilmay qo'nib kelsalar" deb bovayni uyiga boshlabdi. Bovay oqshimi yotarda tugmanchiga, "Eshigimga oltin ko'mish sanqang demay, obdan qarab qo'ysalar" deb uxlab qopdi. Tugmanchi kechidan osta chiqib, eshakka heliqi gapni debdikan, eshak bir muncha tanga tezaklab beribdi. Tugmanchi eshakni o'zining eshigiga tegishib bilib, chandurmay kirib uxlabapti. Bovay sahar turib, eshakni almashtirib olganligini sezmay, yo'liga ravon bo'ldi. Uyiga berib, bo'lgan voqeani mo'miyiga va navrilariga so'zlab beribdi. Yiroq yaqindagi tonish bilishlardan gilam so'rab, uyiga sapdi va podshohnimi bu karomatni ko'rishga taklif qildi. Eshakni ko'rpaga chiqarib, qog'i o'gitib qo'ygan heliqi so'zlarni debdi. Biroq eshak jim turibdi. Ikkinchi qitim debdi, eshak yana jim. Uchinchi qitim debdi, eshak yana jim. Oxiri bovay eshakni bir kaltak urib, varqirab debdi. Eshak tayoq chidamay bir injiqlab tikan, oltin ko'mishga tikilib o'ltirgan podshoh tezak ostida qoldi. Podshoh g'azabga kelib, "Jallod!" deb varqirabdi. Biroq atrofiga qarasa jallod yo'q. "Kimingni ahmoq qilasan, ha?" deb bovayni toza urib yerga choplab o'tib ketdi. Bechora bovay atsi ko'zini ochsa, mo'may ham yig'lab, ham toptani qilib beshida o'ltirg'adek. Bovay tishini tishlab, o'rnidan turib, eshakka minib jangalga qarab yo'l oldi. Qag'ining oldiga berib, bo'lgan ishlarni bayon qildi. Qaga bovayning gaplarini to'liq anglagandan keyin, "Qaq!" debdikan darrov bir dasturxon paydo bo'ldi. Qaga, Ansıla, qachonki g'izo tamoq lozim bo'lsa, ichil dasturxonim, ichil desilar. Dasturxon darrov ichilib, xilma-xil taomlar hozir bo'ladi. Yo'lda hech yerda qo'nmasizlar. Dasturxonning sirini hech kimga aytmasizlar. Qaq! debdi. Bovay xushal bo'lib, dasturxonni ilib yo'lga ravon bo'ldi. Manga kun kech bo'ldi. Bovay yana heliqi tugmanchinikiga tushibdi. Yetish oldida, "Mav dasturxonga ichil dasturxonim ichil demay, obdan qarab qo'ysalar" deb uxlab qopdi. Tugmanchi kechidan asta qo'pib, xotin bolalari bilan gapni bir qilib, "Ichil dasturxonim ichil" degan ekan, dasturxondan xilma-xil g'izolar chiqibdi. Tugmanchi g'izolarni bolalari bilan apila-shapila yeyishib, qolganini yig'ishtirib o'tib, dasturxonni tegishibdi. Bovay atigini zam qo'ymayla dasturxonni qo'ltiqiga qisib yo'lga tushibdi. Uyga kirmayla mo'mayga dasturxonning sirini so'zlab, mo'mayning unimig'iga qaramay uy rostlatib podshohga xabar beribdi. Podshoh bu qitim o'zi kelmay vazirlarni avatibdi. Vazirlar so'rin tuzib o'ltirishibdi. Necha kundan beri och qolgan navkarlarmi qo'llarini yuyishib, ishikda
telmirishib turibdi. Hamma tayyor bo'lgandan keyin buvay "Ichil dostixonim, ichil" debdi. 2 qitim debdi. 3 qitim debdi. Biroq dostixondan hech bir sado kelmabdi. Vazirlar koyib buvayni urib yumiltib o'rniga qaytibdi. Mo'may yig'lab turib buvayga yana toptani qilibdi. Buvay qanday qilishini bilolmay, martam 3 martam deb yana jangalga berib, qag'iga vaqani bayon aylabdi. Qaga: Xayr, bu oxirgisi bo'g'ay. Qaq! debdi. Buvayning oldiga bir tulum paydo bo'ldi. Qaga: Mana bu tulumda bir to'qmoq bor. Qachonki boshlariga kun tushadigan, ur to'qmoqim ur desizlar. Har qanday mushkillar oson bo'ladi. deb yana boshda aytgan gaplarni jikilab buvayni yo'lga sapdi. Buvay yana heliqi tugman oldiga kelishiga tugmanchi chiqib: "Voy aka, unda qilmay qo'nib kelsalar" deb buvayni to'sibdi. Buvay xayr deb eshakdan tushibdi. Yetish oldida: "Mavi tulumda bir to'qmoq bor. Tulumga ur to'qmoqim ur demay, obdan qarab qo'ysalar" deb uxlab qopdi. Tugmanchi tulumni xotini bilan asta boshqa uyga ochiqib o'ttirga qo'yib, "Ur to'qmoqim ur" degan ekan. Tulumdan to'qmoq chachrab chiqib, tugmanchi va uning xotin bolalarini shundoq urg'ili turibdiki, Alloh tovuning dastidan jahonda turib bo'lg'ili bo'lmabdi. Buvay yugurib chiqsa, ish boshqacha. Buvay to'qmoqqa teximi chingroq buyruq beribdi. Tugmanchi: Voy, eshaklarni qaytirib beray, bo'ldi qislar" deb eshakni tepib kelibdi. To'qmoq to'xtamay tugmanchining xotinini seliveribdi. Tugmanchining xotini ming bir tova qilib buvayga dasturxonni qaytirib beribdi. To'qmoq yana to'xtamabdi. Tugmanchi xotinlar: "Bolamizdan bolamizga pandiyat, 100 ming tova, to'qmoqni to'xtatsizlar bova, voyjon" deb nola qilibdi. Buvay: "Tur to'qmoqim, tur" debdi. To'qmoq to'xtabdi. Buvay hamma narsalarni qaytirib olib, avvalgi eshkiga minib, naqsini do'ng etib yo'lga ravon bo'ldi. "Talay kelsa beshimga, yarim kelar qishimga. To'qmoq yeydi aldamchi, to'p solsa eshimga." Buvay uyga kelib, mumini qoyil qilib, tonish bilishlarni qichqatib, podshohning yeniga yugurtibdi. Podshoh: "Hey, nim balog'i qoldim bu ahmoq gaday bilan" deb kelganlarni qo'g'lab chiqiribdi. Biroq tamaga o'ginib qolgan podshoh orqadilla: "Berib yiqinglar" deb bir necha yasovulni avatibdi. Buvay g'izodan keyin eshakning karomatini ko'rsatib, yasovullardan podshohga nurg'un oltin kumushlarni sovg'at qilibdi. Podshoh sovg'atlarga qanoat qilmay, niyatini buzib, buvayning uyini qushqashning uvusini buzgandek buzdirib, hamma narsasini xazinaga olmoq bo'ldi. Buni o'rdadagi qeri bog'van anglab kelib, buvayga xabar qildi. Buvay o'g'ziga chiqib tayyorlanib turibdi. Qarasa, rost degandek bir muncha lashkarlar kelyotgandek. Lashkarlar yiqiroq kelganda buvay tovlabdi. "Hey lashkarlar, orqanglarga qaytinglar. Oltin kerak bo'lsa, avatib turay. Bizni aram xudo kun kechirgil qo'yinglar" debdi. Lashkarlar unimay bostirib keldi. Buvay xayr deb to'qmoqqa amr qildi. "Ur to'qmoqim, ur" To'qmoq lashkarlarni shundoq dummalabdiki, jahon to'pchonga aylanib, oran 3 kishi qechib qutulibdi. Podshoh g'azabga kelib, hamma lashkarlarni chiqaribdi. To'qmoqmi bosh kelmabdi. Xaloyiq to'qmoqning orqasidan yuguribdi. Lashkarlar tamom qirilibdi. O'rda ilinib, jang tamom bo'ldi. Al omon qoldi. Xalq
o'z ichidan odil bir kishini podshoh saylabdi. Bovay bilan mo'maymo murodiga yetib olamdan o'tib